Voy mo'min Halil namuncha ko'payib ketdi bizani qishloq hamma sizlarni do'stlarim kompot yangi jam yaxshi kelibsizlar do'stlar va bizani qishloqda judayam qishloqlar ko'payib ketdi man o'zimga yangi velosiped oldim ko'tarib yuraman sekiro haydab yursam bo'ladi-ku buni sekiro men qo'yamiz ancha bo'lib ketdi bu velosiped uchmaganimga do'stlar вообще ancha bo'lib ketdi o'shaning uchun o'zimga man bozordan velosiped xarid qildim o'zi bizani qishloqga bozor keluvdi yaqinda shunaqa qishloqlar вообще ko'payib ketdi. Bir haftadan keyin уже yo'q bo'lsa kerak bu qishloqlar. Chunki bozor uchun kelgan mashta yot qatdadir bilmadim. Uylar yetmayapti ham даже ko'chada yo'q qilyaptimi bilmadim. Mayli do'stlar, o'zimga hozir man kaska kiyib kelaman, shlem kiyib kelaman, temirli velosiped uchmoqchiman. Chunki уже ezilib ketdim peshkom yurib. Eslab qoling do'stlar, sizlar ham har doim shunaqa menga o'xshab shlem kiyib boshingizga velosiped nimadir uchayotgan bo'lsanglar. Davay ketdi bo'lmasa velosipedni mochka qani mani velosipeddan qadar uchib ketdi masjidga qo'ydim masha qo'ydim-ku tushunmadim do'stlar mana shunaqa velosiped qo'ydim qayerga uchib ketdi endi bu velosiped men orqaga uchib ketganmikin yoki to'g'riga uchib ketganmikin mana shu qo'ydim qayerga uchib ketishi mumkin edi velosiped axir masjid turuvdi-ku tushunmadim do'stlar bizani qishloqda o'g'ri paydo bo'ldimi deymanda qanaqa qilib o'g'irlab ketishlari bunaqa tez do'stlar rostdan ham bizani qishloqda o'g'ri paydo bo'libdi hozir bo'lmasa mana yerdan so'rab ko'raychi вообще qishloqlar ko'payib ketgan va mana yangi qishloqlar deb o'ylayapman o'g'ri paydo bo'lgan do'stlar o'zim yerdan so'rab ko'raychi eshitmaganmikin bu o'g'ri haqida chunki rostdan ham mani velosipedim o'g'irlab ketibdi no просто oddiy qishloqlar o'g'irlab ketmaydi yangi qishloqlar o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin ey mer salom kapot chiqib ketgan gaplashamiz hozir nima gaplasha olmaysan mer mani velosipedim o'g'irlab ketishdi chunki mani velosipedim o'g'irlab ketishdi ha sanda ham o'g'irlab ketishdi kapot mani uyimda ikkita kalovat o'g'irlab ketishdi mana shuni qarab o'tiribman kim o'g'irlab ketgan ekan o'shaning uchun endi man tojda uxlayapman uni ham o'g'irlab ketishmasin deb yo'q mer senikini ham o'g'irlab ketishim kalavadingni kim bo'lishi mumkin rostdan ham bizlarni qishloqda o'g'ri paydo bo'libdi qanaqadir ha kapot yana boshqa qishloqdan ham azizcha bir balolar o'g'irlashgan keyin bitta narsa aytmoqchi edimki yaqinda bozor bo'ldi-ku bizani qishloq to'g'rimi ha to'g'ri o'sha yangi qishloqlar o'g'irlayaptimi deymanda kapot chunki eski qishloqlarda hamma narsa bor uy bor joy bor pullar bor hamma narsa bor ular o'g'irlamaydi kapot shuning uchun yangi qishloqlar o'g'irlayaptimi deymanda man ham xuddi shunaqa o'yladim sandan oldin eski qishloqlar hech nima o'g'irlamagan-ku oldin yangi qishloqlar o'g'irlayapti hozir shuni ham men bilib turibman ha kapot yana bitta narsa aytmoqchi edim bu qishloqlar ketidan qarab yurish kerak shunaqa odam topish kerakki qishloqlar qarab yurish kerak tekshirib yurish kerak patrul xodimi bo'lish kerak kapot ha to'g'ri aytasan lekin hamma qishloqlarni tekshirib yuradigan aytmoqchimanki xohlasa o'sha patrul xodimi saboy kapot qarab yurasa hamma qishloqlarga chunki unaqa bo'lmaydi bizani qishloqda o'g'ri bo'lmaydi politsiyga chaqirsang nima bo'ladi yo'q politsiyga chaqirganimizni ko'rib u qochib ketadi-ku kapot bo'pti mayli patrul xodim bo'lishga men roziman bo'lmasam hamma narsani qilaman bo'lmasa mana senga hamma narsa hujjatlar birinchi bo'lib kishan ikkinchi bo'lib hibsga olish uchinchi bo'lib pullar pullarni men nima qilaman bu pullarga esa saf forma olasan bu kishan bilan hibsga olasan jinoyatchini agar 100% bilib ko'rib qolsang uyga qolib kelasan albatta bo'ldi men bo'lmasa sani tushundim men ketdi bo'lmasa patrul xodimi bo'lib hammani tekshirib yuraman endi buni qishloqda bo'ldi kapot davay ishga kirishga sadek qoli ishini boshqa qishloqda ishlab turadi bo'ldi как раз yaxshi qilasan o'ylab turuvdim qanaqa qilib ish qilaman deb do'stlar bo'ldi endi men patrul xodimi bo'ldim bu qishloqda juda ham zo'r bo'ldi hammani qarab yuraman nima qilayotgan ekan o'tirib kapot salom oq qishloqi salom nima bo'ldi kapot senga qanaqadir kishan bor ekan qo'lingda men просто patrul xodimi bo'ldim hamma tekshirib yuradigan bo'ldim qishloqda oq qishloqi nima hamma tekshirib yuradigan bo'ldi bu qishloqda hamma tekshirib yurasan menda hamma tekshirib yuraman rostdan bizlar qishloqda qadar o'g'ri paydo bo'lgani man uyimdan ham nimadir o'g'irlashgan shunaqa degan yana mer uydan ketaganlar o'g'irlashgan pulim qani mani pulim oq qishloq pulim qani nima qanaqa pul mana shu pul bilan kapot mana shu mani pulim bor edi bitta sak puli bor edi forma olishim kerak axir unga kapot menga tegma man pulga man o'g'irlaganim yo'q sen bilan gaplashib o'tiribman-ku kapot
kapot. Kim o'g'irlashi mumkin sen yonimda turibsan va mana oldimizda qishloq olib ketdi-yu, qanaqa turishi bo'lishi mumkin. tushunmadim qanaqa qishloq edi bo'lmasam qanaqa qishloq edi. O'sha balkim o'g'ri bo'lar. Kapot men bilmadim, ahamiyat bermadim, просто o'sha qishloqni ko'rib qoldim. Oddiy jigarrangli qishloq ekan, bilmadim lekin Hamma qishloqda jigaringli bo'lib yotibdi-yu, qishloq qatdan topaman endi u jinoyatchini. bilmadim, hammani ko'rib tekshirib yurganda endi kapot rostdan ham jinoyatchi topish kerak edi o'g'ri. Bo'ldi, qishloqqa rahmat. Hammani tekshirib ko'raman do'stlar. Bitta sak pulim o'g'irlatib qo'ydim. Kim bo'lishi mumkin bu? Yonimizdan qanaqadir qishloq o'tdi dedi, lekin men ko'rmadim u qishloqni. Oddiygina qishloq ekan. Ahamiyat ham bermabdi qanaqaligi do'stlar. Hamma tekshirib yurishim kerak endi. Mayli ishga kirishamiz. Birinchi bo'lib qo'shni bo'ladi. Ey qo'shni, ocha qol. Salom kapot, nima bo'lmayib kirasan? Prosta men tekshirib chiqishim kerak edi sani uyini. Mana hujjatnomalarim, men patrul xodimiman. Sani uyini tekshirib chiqish haqqim bor. Nimaga kapot? Men uyimni tekshirib, agar nima qilasan? Men uyimni tekshirib. Mana sen o'g'ri, yo'q, o'g'ri emassan, prosta tekshirib ko'rishim kerak edi endi qishloqqa. Yo'q, bu boshqa narsa ekan. Nimaga hamma narsa mishok ichida balkim pul. Yo'q, nima deyapsan kapot? Men просто yashil uyqu o'xshaydi, o'shaning uchun shu narsani olgan edim. Nima uyquroqsan, shunaqa narsalar olgan eding? Tushunarli qishloq uzr lekin. Bo'ldi kapot, nima yo'q tekshiryapsan? Bizning qishloqda xullas o'g'ri paydo bo'libdi. O'shani jazolash kerak bo'pti qishloqni. Men boshqalarni tekshirib ko'rganda do'stlar, bu qo'shni emasman. Bu nima qotgan ekan bu yerda bo'lmasa mani bog'larimda. Mayli qani ketdi boshqa qishloqlarni o'z tekshirishga. Qishloqlar вообще ko'p, kimdan boshlasam ekan? Albatta uyga kirib chiqaman yoki unaqa qishloqlarni hammasini ko'rib chiqaman. Birinchi bo'lib hamma yoqqa borib yurishim kerak, ularning ichiga kiraveraman. Aha, nima dinamit? Mana sen tutdim-ku, men davay ishonga. Ey kapot, nima deyapsan bu yerda? Men nima deyapman? Nima dinamit qo'yapsan siyohrang qishloqning uyiga? O'zi aytganman kapot. O'zi aytanim dinamit qo'ygin deb. Davay qani bu yoqgacha. Yo'q, kapot, men o'tirveraman. Oddiy dinamit qo'yib, gubka dinamit. Bu suvni yo'q qiladi kapot. Mana trubasi portlab ketdi, o'shaning uchun suvni o'tirib. To'xta, hozir ichi salom qishloqqa. Salom kapot, nima bo'ldi? Ani yerda qoraro fartukda qishloq turibdi. O'sha sen uyingga dinamit qo'yibdi bilasanmi? Men aytdim kapot, mana truba portlab ketdi, o'shaning uchun qo'yib shu dinamit gubkaladi. Bu dinamit portlatsa suvni o'ziga shim oladi. Tushunarli. Uzr lekin qishloqqa bo'lmasa men ketdim. Yo'q, to'xta, tekshirib olay. O'zi ishim yo'q. Sanikilar yo'q, ishim yo'qkan yana bir bor uzr, men ketdim. Bo'pti, sendan ham uzr so'rayman. Yo'q do'stlar, tushunmadim lekin kim qotgan axir bu emas ekan-u. Kimdan tekshirsammikin bo'lmasam? To'xtanglar, men yonimda qanaqadir oq qishloq bor edi, to'g'rimi? Balkim shu oq qishloq ekandir, chunki shu oq qishloqning yonida meni pulim tugab qoldi. Lekin oq qishloq eski qishloq, hech nima o'g'irlamagan. Axir olim, normalniy bola, lekin o'sha o'g'irlagan bo'lsa-chi, o'shancha hozir uyga borib ko'raychi. U o'tda uyi, bu nima qotganiga o'zi oq qishloq dedim-da. Shuning mayli borib ko'ramiz, tekshirib ko'rish kerak u axir, to'g'rimi? Mayli ketdi oq qishloqning uyiga. Qishloq ocha qolsalom. Kapot, iltimos, hozir gaplasholmayman. Nima bo'ldi senga qishloqqa nimaga yig'layapsan? Kapot, mana damlamalarim o'g'irlatib qo'ydim. Damlamalarim o'g'irlab ketishdi. Qishloqqa shunaqa degan damlamalarni o'g'irlab ketishdi. Men o'laman-ku kapot, shu choqdan beri pishirgan damlamamni o'g'irlab ketishdi. Yomon bo'pti. Qishloqqa bo'lmasa, albatta jinoyatchini topaman-da. O'g'irlayotganini senga hammasini qaytaraman. Shunaqa kapot, chunki shuncha o'qitib ketgan shu damlamalarga. Bo'pti, qishloqqa men albatta topaman jinoyatchini. Bu do'stlar, qishloq emaskan-u, do'stlar atilabdan yig'lamayapti-kandir. Endi atilabdan damlamalarni bekitib qo'ymagandir, unaqa bo'lish uchun. Yo'q, tushunmadim. Yo'lingga qarab yurmaysanmi? Sen yo'limga chiqib yursan, to'xta, sen bu yerda nima qilsan?
do'stsan o'zim. Ha, manmi bozordan bozorga keluvdim bu yoqqa. Ha, tushunarli. Mana hujjatnomalarim seni bitta tekshirib ko'rsam mayli. Yo'q, nimaga tekshirasan? Yo'q, tekshirish kerak emas. Men eshitib qilmayapman. O'g'ri paydo bo'libdi bizlarni qishloqda, sen eshitmadingmi ishqilib? Albatta men eshitmadim. Qanaqa o'g'ri bo'lishi mumkin? Botadan ketgan qanaqa o'g'ri yana? Ha, yo'q, hech qanaqa o'g'ri. Nima? Pistolet tushib qoldi. Yo'q, meniki emas-ku bu. Ana qo'lga tushdingsan, jinoyatchi, o'g'ri. Nima u? Qanaqa o'g'ri o'ziga qarab gapirma, o'g'ri emasman-ku. Oppa, mana orqasiga pushka qo'ygan ekan, u qani devorga turchi. Mana men seni topdim-ku. Tushunmadim, nimani topding yana? Men o'g'ri emasman, hech qanaqa nima deyapsan menga? Qani suyanchi bu yoqqa, hozir seni hibsga olaman deb hali ko'rasan, Meryon yo boraman. Kakras mer o'yini orqasi turibmiz. Oppa, mana cho'mchigini yana mani pullarim chiqib keldi. Mani pullarim qanaqa sari pulim bo'lishi mumkin? Qani bu yoqqa seni hibsga olaman. Mana pullarimni nimaga o'g'irlaysan? Bittisdagi forma olishim kerakligini men pullarga yo'qotib qo'ydim. Oppa, ana bo'ldi bo'lmasa, mer juda ham zo'r bo'ldi. Ha, mana bu kapot zo'r qildi lekin. Mana politsiyskiy ham kelibdi-yu, politsiyskiy yaxshimisiz? Mana men jinoyatchini tutib berdim, o'g'rini ham narsa o'g'irlayotgan ekan qishloqda. Ha, tushunarli, yana o'g'irlagan narsalari bu eshigi yo'q, domla bor-ku, ana kichkina uyda eshigi yo'g'i bor-ku, o'sha yerda hamma narsalarni qo'yib qo'yganmiz. Bo'ldi, politsiyskiy o'g'irlagan narsa o'sha yerda bo'lsam hammaga tarqatamiz. Kakras ko'rlichi mani velosipedim shu yerda bo'lish kerak edi. Salom politsiyasiga, mana hujjatnomalarim, patrul xodimiman. Qani izumurtli. Oppa, mana politsiya, mani velosipedim. Juda ham zo'r qilishdi, lekin politsiyasiga omad izumrut, mana mer o'g'irlagan kelavatlar idam nimali. Do'stlar, mana topdim hamma o'g'irlagan narsalarni. Bo'lmasa haqiqiy jinoyatchini tutibman deydi do'stlar. Haqiqiy o'g'rini bizani qishloqda o'g'irlaydigan endi hamma narsalarni qaytarib berishim kerak. O'zimga velosiped kelavat damlamalar. Like bosib, unutmang chiqmasa, hamma har do'stlar sog' bo'linglar.